Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birinchi darsimizda adashmasam worksheetlar to'g'risida ozgina gaplashib o'tgandik. Bu videomiz to'liq worksheetlarga doir bo'ladi. Xo'p, worksheetlarda biz ko'rdikki, ko'plab masalan worksheetlarni hosil qilib, bemalol ma'lumotlarni yozsak bo'ladi deb aytdim. Endi masalan kelaylik worksheetlarimiz ko'p bo'lsa. Masalan sheet 1, sheet 2, sheet 5, sheet 6. Xo'p, endi men agar biz masalan ko'p sheetlar bilan ishlaydigan bo'lsak, albatta biz esimizdan chiqarib qo'yamiz. Qaysi sheetda ishlashimiz kerak, qaysida adashib ketishimiz mumkin bitta so'z bilan aytganda. Shuning uchun bularni bemalol nomlasak bo'ladi. Nomlashimiz uchun 2 marta mana bosamiz, keyin bu yerga yozishimiz mumkin. Vaqtlar deb yozishimiz mumkin. Keyin mana ikkinchisiga kunlar deymiz. Kunlar. Xo'p, endi masalan yangi worksheetni men klaviaturada ochsa bo'ladimi degan savol berishinglar mumkin. Albatta bo'ladi. Uning uchun Ctrl keyin F11 ni bosadigan bo'lsak, mana ochildi yana. Makro 1 deb mana ochildi. Makro 1. Xo'p, endi masalan men o'chirib tashlamoqchiman. O'chirishim uchun mana delete ni bosaman. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz agar masalan shu worksheetlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, har birini mishka bilan bosib chiqishimiz shart emas. Uning uchun oddiygina masalan klaviaturada mana Ctrl page up yoki page down ni bosib mana olishimiz mumkin. Qaysi biri kerak bo'lsa worksheetimiz. Keyingi ko'rsatadigan narsam Xo'p, masalan rangini o'zgartirmoqchiman. Rangini ham bemalol o'zgartirsam bo'ladi. Mana qizilga qo'yib qo'yaman. Mana qizil hosil bo'ldi. Masalan sariq qo'yaman. Endi savol tug'iladi. Masalan men vaqtlarni kunlar bilan sheet 6 ni o'rtasiga qo'ymoqchiman. Shuna qilsam bo'ladimi degan savol bor. Albatta bo'ladi. Uning uchun xo'p, chap tugmani bosgan holatda mana kunlar bilan sheet 6 ni o'rtasiga mana shunaqa uchburchak belgi chiqsa, mana tepada shunga mana qo'yib yuboramiz mishkani. Mana o'rtasida hosil bo'ldi. Xo'p, endi masalan biz mana shu vaqtlar worksheet bilan ishlayapmiz. Buni kopiya qilib olishimiz mumkin. Kopiya nimaga kerak? Masalan, agar biz biror bir sonda manaqadan adashib qoladigan bo'lsak, o'zimizning original worksheetga o'tishimiz mumkin. Xo'p, buni kopiya qilishimiz oson usulini o'rgataman sizlarga. Ctrl bosgan holatda yana shu chap tugmani bosamiz. Bosganimizdan keyin mana xohlagan joyga qo'ysak bo'ladi. Mana vaqtlar 2 kopiya hosil bo'ldi. Bemalol vaqtlar 2 da masalan ishlab bemalol qilsak bo'ladi. Agar adashib yoki biror narsani bilmasdan bosib yuboradigan bo'lsak, yana orqaga qaytib kelib mana o'zining original holatida ishlasam bo'ladi.